Favqulodda vaziyatlar vazirligi tomonidan 15 sentyabrdan 15 oktyabrgacha yurtimiz bo'ylab yong'indan ogohlik umummilliy kampaniyasi oyligi o'tkazilmoqda. Ushbu tadbirlarning asosiy maqsadi yong'inlarning oldini olish, aholining, ayniqsa yoshlarning bu boradagi xabardorligini oshirish hamda favqulodda vaziyatlarda to'g'ri harakat qilish ko'nikmalarini shakllantirishdan iboratdir. Mazkur oylik doirasida poytaxtimizda bo'lib o'tgan tadbirdan muxbirimiz lavha tayyorlagan. Nizomiy nomidagi O'zbekiston Milliy pedagogika universitetiga qarashli talabalar turar joyida favqulodda vaziyatlar yuz berganda talabalar va pedagog xodimlarning harakat qilishi tartibini o'rgatishga qaratilgan seminar va maxsus o'quv mashqlari o'tkazildi. Bu ishlarimiz Favqulodda vaziyatlar vazirligining, ya'ni Yakkasaroy tumani mas'ul xodimlari bilan hamkorlikda o'tkazilyapti. Eng muhimi shu narsaki, talaba yoshlarimizda bugungi kundagi mana shu zilzila holat sodir bo'lganda vahimaga tushmaslik, qaysi hududga borib joylashishi, o'quv binolarini va binolarni tagidan harakatlanmaslik bo'yicha soha mutaxassislarimiz, ya'ni Favqulodda vaziyatlar vazirligining mas'ul xodimlari tomonidan tavsiyalar berib o'tilyapti. Mashg'ulot davomida talabalar yong'in xavfi yuzaga kelganda qanday harakat qilish, yong'in o'chirish asbob-uskunalaridan to'g'ri foydalanish, evakuatsiya tartibi va birinchi yordam ko'rsatishi bo'yicha nazariy hamda amaliy bilimlarga ega bo'lishdi.